Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Ustama Sharipov kanali obunachilari, xudo xolasa yurtdorlarimizdan ish boshlayotirmiz. Bu ishimiz Urganch shahrindagi Bellissimo kafesida xudo xolasa bu yerda bir 3 dona qozon, baliq qozonlarini qurib beramiz. Ish jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kimlarga shuningdek xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi telefon nomerlari murojaat qilaverasizlar. Xalagan stilingizda qurib beramiz xudo xolasa. Ablisovkadan desangiz ablisovkadan, chornovoy varianti maketi desangiz maketini yasab beramiz. Xullas siz xalagan usulda chiroyli qilib taxlab beramiz. İşimizni görüşte davom etinglar, hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, aziz obunachilar, yana ko'rib turganlaringizdan berimizda ana 3 qozon turibdi, ko'rgan bo'lsangizlar. 3 qozon qo'yiladi sho'ra. Uzunluğu 4 metre. 2-15 kiloluk kazan ve 10 kiloluk kazan koyuladı. Ot yanadan tarafı, ağzı yan tarafta boladı. Xudo xolasa ishidagina kazanlarni joylashtiramiz. 3sini dimoq o'ti, bir dimoq o't chiqadi, 3sini bir. Har qaysini ajeni az bisturba qo'yilmaydi bular. Hammasi bir dimoq o'tdan chiqadi, karuch bilan chiqadi yana. Yine gördüğünüz şu dimaqot şu şvellerden çıkadıdan yani ucu nereden gider? Asinkovka listen gider. Yine neçin dese yanımız yine 2 taş bağın için şu ikinci taştan ucu arayana neye bulup gider? Asinkovka listen gider. Bize işi şvellerden görüp dimaqotni çıkarıp veremiz. Keruştan. Az bir sıvı koyulmadı lekin iyi. Listan neyam koyulmaydı biz aslında, lekin bize ilacımız yok. Yanına depayadan karuch bilan chiqarib bo'lmaydi. Yani uji asinkovka bo'ladi. Atak bir etaj bo'lsa 100% dimaqoti pishgan karuchdan ya bo'lmasa ablisovkadan chiqarsak bo'ladi. Xudo xolasa ishimizni boshladik. Tiylarni quyishtirdik. Bu quyganimizdan maqsad berimiz yine ya ochiq qilganimiz yomg'ir yog'adi. Ertangi turgan tiyini izg'ar keladi buni. Hozir to'g'ri shunday yo'ldan shunda o'rib bo'lmaydi buni. Keyin izg'ar keladidan karuch upurilib boshlaydi. Ana shu uchun 10 sant quyib, ustini nozik qora qog'ozni do'shab, xudo xolasa ertang o'rishni boshlaymiz. Hozir karuch kiritamiz. Xullas, ishimizni boshladik xudo xolasa. Tomosha qilib boraverasizlar, kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosaverasizlar. İçine agniponni, xudo xolasa qozonlarimizni siz bizdan kuzatishda davom etinglar do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.